Jamoatchilik fikri albatta o'rganilishi kerak. Bu qanday loyiha bo'lishidan qat'iy nazar. U nimagaki jamoatchilik nazorati degan tushuncha bor. Jamoatchilik o'sha qanday soha bo'lmasin, jamoatchilik aralashmasa u narsada hech narsa o'sish bo'lmaydi. Daromad keltiradigan o'sha jamoatchilikka ishtiroki. Jamoatchilikka cheklovi yo'q-da, cheklovi yo'q. Jamoatchilik bir kishi ham bo'lishi mumkin, million kishi ham bo'lishi mumkin. Bitta soha yoki o'sha aynan to'xtalib o'tadigan masalamizda ham misol bitta odam foydalanadi degan tushuncha yo'q-da. Buni yakuni yo'q. Hozir siz foydalansangiz, sizdan keyin men foydalanaman. Shuni hisobiga jamoatchilik bu yerda muhim rol o'ynaydi. Biz hozir to'xtalib o'tadigan masalada aynan jamoatchilikga roli juda katta. Jamoatchilik bu narsaga to'xtalmasa, jamoatchiligi roziligi bo'lmasa, bu narsa ertaga jamoatchilikning kayfiyatiga, jamoatchilikni qo'pol qilib aytganda, aynan shu sohani o'sishida qandaydir bir to'siq yoki o'sishini cheklov bo'lib qoladi. Nimaga foydalanmaydi? Jamoatchilikni ko'ngli to'lmadimi o'sha sohadan? Tamom, o'sha sohaga jamoatchilik boshqa turdosh bo'lgan sohaga o'zini uradi-da, iloji yo'q.